Har bitta erkak kishi qarz chuquriga kirib chiqish kerak. Bu nima qiladi? Sizni o'rtoqlaringizni saralaydi. Sizni do'stlaringizni filtr qilib beradi. Qaysidir biri sizga o'girib eshigini yopib ketadi ko'zingiz oldingizda. Qaysidir biri puli bo'lib turib sizga yordam bermaydi. Qaysidir biri puli yo'q bo'lsa ham pul ko'tarib keladi. Kimdir sizni shu kunga tushganingizni ko'rib ustingizdan kuladi. Kimdir sizga afsus bilan qaraydi. Va shu asnoda siz o'zingizga darslar olishni boshlaysiz. Qarzda yurganingizda qanchalik qarsiz inson baxtliligini his qilasiz. Va shu asnoda siz o'zingizga dars olasiz. Keyin safar qarz olmasligiga qanchalik qarz og'irligini his qilasiz. Xulosam, erkaklar qarzga kirib chiqsa, kuchayadi, yuksaladi va o'ziga ibrat oladi. Çıktı yoldan, tüvün kalp